Siz kechida qiyom qilib baqqanmi? Kecha kelib olamni qorong'ulik bosganda, kishilar o'ylariga kirib yetishganda va shu vaqtlarning ahamiyatini ko'p sonli kishilar bilmaydi. Ular g'ofillardir. Lekin intoyin oz sonli kishilarlar bu vaqtning qadrini biladi. Ular kimlar? Qarindoshlar. Qaysinlar shularning qatorini bila olasizlar? Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi. Faqat kechida turib, namozida qisqagina 10 necha oyat o'qisalar, ismi g'ofillar qatoriga yozilmaydi. İsmi g'ofillar qatoriga yozilib bo'lgan bo'lsa, g'ofillar tizimligidan o'chiriladi. Agar kechida o'rnidan turib, uzoqroq qilib 100 necha oyat o'qisa, itoatmillar qatoriga yoziladi. Nima degan o'zi oddiy, ajri katta amal ha? Agar kechida o'rnidan turib 1000 oyat o'qisa, ma'naviyati boylar qatoriga yoziladi. Ey Allohning bandasi, bomdod namozidan burun o'rningizdan turishga yoki tang kechida o'rningizdan turib Alloh uchun xolis bir qancha rakat namoz o'qib, ondan o'rningizga berib yetishni qo'ldan beraman. Agar yarim kechida yoki kechining oxirida o'rningizdan turib bir qancha rakat namoz o'qishga qodir bo'la olmasangiz, kechda uxlashdan burun bir qancha rakat namoz o'qing. Oxirida vitri o'qing.